Bu videoni haqiqatan ko'rmasanglar bo'lmaydi. Haqiqatan narxlari voy jannob bo'ladigan narxlardan. Zarariga ham foydasiga ham qarayotganimiz yo'q. Chegirma bo'lsa chegirma. Sizlar uchun akalar Mercedes W 211 dan yechirgan orqa sidinamiz barlari bilan narxi $50. BMW E65 F10 ni yangichasi akalar. Ashi boshqachasi ko'rayotgansizlar. Barlari patsaganchi joylari, ko'jalari mattivi bo'lib turibdi. Sassianas idealni E30 ga italyanskiy Alicantani narxi $50. Bunimizning narxi $100. BMW ko'rayotgansizlar bu E30 kemil rangi ko'rayotgansizlar yengida turibdi. Sassianasi zo'r, narxi $80. BMW E65 imizni barimizni orqalari ko'rayotgansizlar. Barlari ochiladi, mana bu knopkani bossanglar patsaganchi joylar chiqadi. Suyanadigan, o'tiradigan. Bu sidinalarimiz akalar Gentra 1lar, Cobaltlarda, Nexus 3larda bilasizlar, orqasida bari bo'lmaydi. Ko'pchilik bizga aytishadi, Yandexda sizlar uchun juda ham qulay narsa. Yandex haydaydigan akalar uchun vaqti komfort bemalol biznesga ulansanglar bo'ladi. Narxiga ulgurib qolinglar. Bunaqa narxlar Dubaydan ham Yevropadan ham topamiz. To'g'riroq bu yerda turgandan pulimizni yetish maqsadida bu yerda turgandan kimdir olib foydalansa biz xursand bo'lamiz. Bizga bu sidinalar rastonochkasi undan ham balandroq kelgan, hozir aytayotgan narximdan ham balandroq kelgan. Bu yerda turgandan kimdir olib duo qilib foydalansa bizga xursand bo'lamiz. Ulgurib qolinglar akalar, haqiqatan chegirmani ashib yomoni bo'pti. Cobalt Nexus 3, Nexus 2, Matizga, Sparkga akalar, xullas mana Cobaltimiz ham bor, $35 beraverasizlar. Bitta cheska qolasizlar bo'ldi o'zingizlar uchun.